Instagramga qatga qarasam, hamma shu skоворodkasida pirog pishirayotgan ekan. Kelinglar, sizlarga shuni minuslari va pluslarini aytib bermoqchiman. Skоворodkamizga tuxum, shakar, sut, un, kakao, razrixli barchasini solib bitta me'yorga aralashtiramiz. Instagramda skоворodkasida tayyorlagandi. Buni oddiy chuqur idishda birinchi tayyorlab olib, keyin skоворodkaga solish kerak. Birinchidan aralashtirish juda ham noqulay ekan, ikkinchidan venchik degan skоворodka tagiga oladigan bo'lib qolar ekan. Hammada 15 daqiqada pishayotgan pirog nimagadir menda 25 daqiqada pishdi, lekin shunga arzidi-yu sal quruqroq bo'lib qoldi. Hech qaysi bloger ko'rsatmagan tarafini yana sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Skоворodkaning ichki tarafini gelda yuvishinglar kerak. Tashqari tarafini mobilori anchejirida yuvdim. Agar skоворodkalarning tegi granit bo'lmasa, bemalol yuvsanglar bo'ladi. Shunaqa yumshoqroq gubkada yuvasizlar. Nomiga qizdirib oldim. Un yog'lar to'kilgan gazni anchejirda tozalab oldim. Bellori shunaqa katta upakovkadagi anchejirdan foydalandim. Yana aytgancha 100 ml dan oshiq mahsulot xarid qilsangiz bellordan bepulga yetkazib berishadi.